Hozirda men selekiya, spinalniy muskulyarniy atrofiya, Dushen kasalligi bilan kelgan kasallarimizni qonlaridan DNKni ajratish bilan shug'ullanyapman. DNK ajratish bu har bitta analizimizning boshlang'ich qismi hisoblanadi. Ya'ni DNKni ajratgandan keyin aynan shu DNKdan ishlab turib, kasalliklarni bor yoki yo'qligi aniqlanadi. Ulardagi mutatsiyalar aniqlanadi. Ya'ni kasallikni analizini aniqlashda boshlang'ich qismida nima qilinsa, o'sha DNKni ajratish bizda xuddi shu vazifani bajarib beradi. Va tabiiyki, DNK ajratishga juda ham ko'p narsa bog'liq. Bir kunda o'rtacha 25-30 tagacha kasallarimizni выделение qilamiz. Bizning laboratoriyaga onkologik kasalliklar bilan, gematologiya xastalari, og'ir yotgan kasallar juda ham ko'p murojaat qilishadi va tabiiyki, ularni davosida lecheniya qilishayotgan paytda vrachlar qanchalik tez bizga javobini chiqarib bersanglar, shunchalik bizning lecheniyamiz tezroq bo'ladi, kasalga tezroq yordam beramiz degan iltimoslarni qilishadi va biz birinchi o'ringa kasallarimizning holatini, ularni tezroq tuzalib ketishini va ularni bizdan so'rab kelayotgan ishonchini yo'qotmaslikka harakat qilib, shu testlarimizni maksimal tez ishlab berishga harakat qilamiz har doim.